Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Ko'pchilik klientlarimiz so'ragan dori sepish uchun apparatlarimiz yetib keldi. Har xil turlaridan, ya'ni havoli, ya'ni oltin gugurt sepadigan quruq dori sepsa ham bo'ladi. Xohlaganlarga karcherli variantidan bor. Eng hadavoy modellarini olib kelib qo'yganmiz. Sizlarga hozir to'liq narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turgan dori apparatimiz 25 litrli hisoblanadi. Baki bu faqat suyuq dorilarni sepish uchun. Pistoletlari 8-10 metrgacha davleniya bilan sepib beradi. Ya'ni toklarga ham bemalol tepada turgan uzumlarga ham dori sepsalaring bo'laveradi. Bu Xitoy mahsuloti. Buni o'zimizda Vodiyda, Namanganda, Qo'qonda ishlab chiqariladigan variantlari ham bor. U bilan bular farqi motor sistemasida, bakida, mana bunday sistemalarda farqi bor. Og'irligi 3 kilogacha farq beradi. Ya'ni o'zimizda ishlab chiqarilgani bilan Xitoy mahsulotini narxlari ham Xitoyga qimmatroq, O'zbekistonda ishlab chiqarilgani ancha arzon bo'ladi. Bu ko'rib turgan modellar Detos firmasiga tegishli Xitoy mahsuloti, garantiyali dori apparatlarimiz. Komplektda ikkitadan pistoletlari qo'shib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa, narxi 850 ming so'm. Rasxoti soatiga 300-400 grammgacha benzin rasxot qiladi. Benzinga moy aralashtirib ishlatiladi. Bularda alohida kartir bo'lmaydi. 1 litrga 50 grammdan moy aralashtiriladi. Bu tomondagi havoli dori apparatimiz narxi bachoga 14 litrli hisoblanadi. Farqiga keladigan bo'lsak, bu dori apparatimiz quruq dorilarni ham sepish uchun mo'ljallangan. Ya'ni oltin gugurt sepasmi, shunga o'xshash mahsulotlar ham sepiladi. Motorlari katta motorlardan qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Buni katta farqi bundan baquvvatroq motor, litri 14 litrli hisoblanadi. Bu ham suyuq dori sepadi, ham quruq dorilarni sepish uchun mo'ljallangan. Kimga qiziq bo'lsa, bu apparatimiz narxi 1 million 100 ming so'm. Bu ham Xitoy mahsuloti. Kimga mana shunaqa dori apparatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Toshkent shahar Izza bozori oldida.